doktorlar kelgandan keyin tekshirishdi, 18 chiqadi. O'sha payti 18 chiqargandan keyin gapni ochig'ini aytsam, men shokovый состояние bo'ldim. Bo'ynak o'ylov, endi to'g'risini aytsam, Bo'ldi endi o'laman. bo'ldi, hayot bilan to'xtaldi. Qimmat dorilarni aytadi, paloncha pistoncha aytadi deb telefon qilgandim. Arzimagan mazdi tavsiya qildi odamga. Shuni surting, hech qanday boshqa narsa qilmang. Faqat Mana sahrda asoratlardan butkul qutulish mumkinmi deb juda ko'pchilik so'rashadi. Mana bitta misol. Hozirda biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri markazida, mana muzeyning yonida Sadulla akamizni yonlaridamiz. Akamiz o'tgan yili sahr bo'lgan ekanlar. Hozirgi kunda dieta qilmaydi ekan, lekin sahrlari 6-7 atrofida yurishar ekan. Sahrda asoratlari butkul yo'qolgan. shundoq. Gruppada ham juda ham ko'pchilik tanishadi Sadulla akamizni. Mana stop diabet tufayli deyishyapti, sahrlarim butkul yo'qoldi, asoratlari deyishyapti. Shuni bir boshidan gapirib berishadi. Mana Sadulla aka, sizda sahr aniqlangan paytda qanaqa asoratlar bo'ldi? Menga sahr boshlangan paytda o'zim bilmaganman sahr borligini. Xo'sh, oktyabr oylari, где-то oktyabrda 10lari, 8larida dam olayotgandik uyga, doktorlar kelishdi. Doktorlar kelgandan keyin tekshirishdi, 18 chiqadi. O'sha payti 18 chiqargandan keyin gapni ochig'ini aytsam, men shokovый состояние bo'ldim. Bo'ynak o'ylov, endi to'g'risini aytsam, Bo'ldi endi o'laman. bo'ldi, hayot bilan to'xtaldi. Endi sahr degan kasalligi butkul o'sha tushunchamiz bo'yicha bu asoratlar yomon kuchli, bo'yna oyoq, qo'l kesilmaydi, chuyda bo'lib butkul nima bo'lib qolaman degan umidda edim. Keyin doktorga bordik, doktorlarga borib tekshirtirdik. Doktorxonaga kirishdan 4-5 ta odamlar gapni ochig'i insulin olasanmi, mayda chuyda qilasiz, iloji yo'q, ular ham qo'rqishdi. Siz tushkunlikka tushib Tushkunlikka, vobshe tushkunlikka tushdim. Keyin internet ko'rib o'tirdim. Telegramni, Instagramdan ko'rib qoldim. Stop diabet. Stop diabet emas. Leslardan bitta No diabetmi? firmani ko'rib qoldim. Prosta yomonlamoqchi emasman uni. Boshqami? Boshqa bir firmani ko'rib qoldim, telefon qildim. Telefon qilgandan keyin men so'radim, qanday asoratlari bor, qanday foydasi bor buni, nima dedim. Davolangan odamlar telefon nomerini bering dedim, raqamini. Menga afsuski, ular aytdi, kompaniyani siri edi. Biz bera olmaymiz telefon raqamini, birovni raqamini. Men aytdim, значит, nima bo'layotgan bo'lsa, menga dorilaring kerak emas dedim. Hech qanday nimasi dedim. Berishmadi. Ko'tarib qarasam, Telegram nimani, Instagramni, keyin stop diabet chiqib qoldi. Stop diabet chiqqandan keyin birdan 0505 ga telefon qildim. Kompaniyadan qizil olishdi. Yaxshi muomala bilan mayda shuyda bilan men aytdim, mayli, sizlardan dori olmoqchi edim. Menga telefon raqamlarini bersanglar. Ichayotgan odamlar. Men ular bilan suhbat qilay, ma'qul kelsa olaman. Allohga beadab shukrlar bo'lsinki, bir 8 ta nomer berishdi. Shu atrofdami? Shu atrof Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, prosta regionni so'rashdi-da, berishdi. Surxondaryo. Men to'g'risini aytsam, o'g'lim bu ishonmadim. Keyin shularga telefon qildim. Birma-bir Navoiyga telefon qildim, Buxoro nimasiga, Samarqandliklarga, O'ttaqo'rg'onliklarga. Telefon qilib ular bilan gaplashdik, Kattaqo'rg'onliklar bilan. Gaplashgandan keyin ular aytishdiki, aka mana ichganimizga 6 oy bo'libdi, ming shukrki yo'q deyishdi, hech qanday nima yo'q. Oldik, stop diabet chaqtirdik, Xudoga shukr. Chaqtirgandan keyin bir hafta bilmadim foydasini. Otabek jonga ming rahmat, shu bilan bog'landik. Do'ronbek tushuncha berdilar. Aka faqat qo'rqmang, allergiya yo'qmi? Yo'q hech qanday narsaga. Bunday bo'lsa bemalol ichishingiz mumkin, lekin stop diabet shunday nimasi borki, bir qo'zg'aydi bu kasallikda. Kasallik o'sha payt yana buni taylab ketmang. Sabr qanoat qiling. Aytdim, "Ha, bo'pti, mayli" dedik. Bir hafta ichaman, ta'sirini bilganim yo'q. 10 kundan keyin gapni ochig'ini aytsam, oyog'im shunday yonib ketdiki, undan emas. Qo'zg'ashni boshladi. Keyin Otabekka telefon qildim. O'zimcha o'yladim, keyin hozir qimmat dorilarni aytadi, paloncha pistoncha aytadi deb telefon qildim. Arzimagan mazdi tavsiya qildi Otabekga. Shuni surting, hech qanday boshqa narsa qilmang. Faqat stop diabet davom ettiring. Xudoga ming qatla shukr, sizlarning kompaniyalaringga rahmat, shuni ishlab chiqargan. Keyin foydasini qanchada sezildi keyin? O'sha 10-15 kundan keyin gap ochig'i menga bilindi. Qanday bildingiz? Qanday bilgan? Men har hafta topshiruvdim-da, qonni analiz qilib.
Topshiruvdik, nimaga bordik? Toshkent mana bu yerga diagnostika nimasi bor bo'limi, shunga borib tekshirdik. Ertalab gulkometr bilan uydan tekshiryapman. 9 chiqdi, yerga borib tekshirgandan keyin 7 chiqdi. Ular ham hayron bo'lgan. Ha, уже aytibdi, ya deyapti. Не может быть. Men aytdim, mana shunday gap. Men gap bo'lishi mumkin emas. Buni yo bir kompaniyani nima qilishmi? Bor gapda aytaman. Qanaqa asoratlar yo'qolish qanchada boshlandi? Asorat yo'qolishlar shu 1 oy ichida yo'qolib ketdi. Boyna oyoq og'riq, Hojatga ko'p chiqish, hojatga kirib chiqish, mayda shuda hammasi asabiylik yo'qoldi. Endi uyqu qanaqa edi oldin uyqu? Uyqu uncha yaxshi emas edi. Endi bizatki bundoqda mana bizning ishimiz bo'yicha, sohamiz bo'yicha endi xalq bilan ishlaymiz. 24 soat xalq bilan. Har xil odam bilan suhbat. Har xil odam bilan suhbat qilish. Rejim yo'q edi. Uyquga yozi Xudoga shukr, uxlasham yaxshi, dam olish ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Chunki sizlarga ming rahmat, mana stop diabetga chiqargan nimasiga, kompaniyaga, mutaxassislarga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p kishi sahrman deb tushkunlikka tushadi-da, yo'q. Unaqa kasallik emas. Самое главное inson o'ziga birinchi qarab, mana avvalo Xudo. O'zi avvalo dieta qilish kerak va ikkinchi jismoniy harakat ko'p bo'lishi kerak. Lekin dieta yo'q. Chunki kasbimiz bo'ynaki povurlik kasb bo'lgani uchun gapni ochig'i dieta yo'q. Lekin dieta bo'lmasdan turib mana 9 oydan beri stop diabet tufayli 9 oydan beri Allohga beadab shukrlar bo'lsin. Davleniya 200, 160, 180 ga chiqaychidi. Hozir men shuni ichgandan beri davleniya ham yo'qoldi, gapni ochig'i. Asoratlari ham yo'qoldi. Mana sizni ko'rgan odam sog'lom odam deydilar. Shundoq, mana hozir Xudoga shukr, men chopib yuribmiz baqqa xalq xizmatida. Xursand bo'ldik. Mana Shahrisabzliklar so'rasa sizni nomeringizni beramiz endi. Bemalol, gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol bering, mana adresim bilan. Inshaalloh. Bemalol men bilan uchrashishlaring mumkin. Hozir bu yer nima deyiladi? Bu yerliklar bilsa kerak aytsangiz. Bu Amir Temur markazi. Mana bu xiyoboni. Aliyaning ichi, hozir o'tiribmiz. Mana shu yerdan 350 qadam bizada voy. Mana Shahrisabzliklar bo'lsa, Qashqadaryoliklar bo'lsa bilishadi. Mana shu yerda Amir Temur bog'ining yonida, marojnaxonada shuni o'tiribmiz inshaalloh. To'g'rimizga mana Madaniyat saroyi, bu yerda Amirxon kafesi. Mana. Va bu tomon orqamizda esa muzey. Muzey. Va sentrda o'tiribmiz. Sentrda o'tiribmiz. Ishonmaganlar bo'lsa, o'zlaridan ham so'rasanglar bo'ladi. Telegramini shu video ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, bemalol chiqishi bezovta qilmasdan Telegramingizga yozishadi. Vaqtingiz bo'lgan paytda javob yozib gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, sog' bo'lsin. Shu videoni ko'rayotganlarga ham sizdaqa holatda yurish nasib qilsin. Shundoq bo'lsin, Allohim. Hammaga Alloh shifo bersin. Inshaalloh. Bu kasallik hech qanday qo'rqinchli kasallik emas. Yo'qolib ketsin. Avvalambor inson o'ziga qarash kerak. Sizlarga ming rahmat. Kompaniyalaringga, To'ronbek sizga ham rahmat. Shuncha kilometrdan ko'rgani kelibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ishlaringizga omad kelin, mana qo'sha qarzda Allohim.